startaplar qilishgan. Bizning startapimiz Startup. Yaxshi startap. Startup. Ha, bu yil davomida startaplarni yanada rivojlantirish uchun davlatimiz tomonidan ularga bo'lgan e'tibor yanada kuchaytirildi va bir qator katta masshtabdagi ishlar boshlab yuborildi. Biz Yoshlar Ventures'ning tashkil qilinishi ham mana shu ishlardan biridir. Tashkil topganimizga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q, lekin bu fursat ichida biz bir qator manzillarga borishga ulgurdik. Minglab yoshlar bilan suhbat o'tkazdik, yuzlab startaplarni kashf qildik. Ularga master-klasslar o'tdik va ularning 5 tasiga sarmoya ham kiritishga ulgurdik. Tilmoch AI o'zbek va boshqa turkiy tillar uchun sifatli va bexato tarjima qiluvchi platforma. Biz ularga 50 ming AQSh dollari sarmoya kiritdik. Tilmoch startapi AQSh bozoriga kirib, Intern hamda Crowdin platformasi bilan integratsiya qildi. AQShdan tashqaridagi oylik tushum esa 20% ga o'sdi. 15.500 AQSh dollarini tashkil etdi. B2C va B2B sektorlardagi ikkinchi bosqich uchun belgilangan barcha vazifalar bajarildi. Hozirgi kunga kelib 2,5 ming nafardan ortiq inson Tilmochdan foydalanyapti va ularning 50 tasi litsenzion shartnomalarni imzolagan. Hozir 3-bosqich va bu bosqichda belgilangan juda ham ko'p ishlar muddatdan oldin bajarilyapti. Misol uchun mobil ilova ishlab chiqildi va foydalanuvchilarga topshirildi. Shuningdek, mashhur Coursera hamda Kinopoisk platformalari o'zbek tilidagi tarjimalar uchun aynan Tilmochdan foydalanishyapti. Hisobchi AI foydalanuvchilarning moliyaviy kirim-chiqimlarini nazorat qilishga yordam beruvchi startap. Ushbu startapga Yoshlar Ventures tomonidan 37,5 ming AQSh dollari investitsiya kiritildi. Loyihaning oylik tushumi investitsiyagacha 30 million so'mni tashkil qilgan va o'sha paytdagi faol foydalanuvchilar soni 700 nafar inson edi. Hisobchi AI Telegram formatida bozorda o'z o'rnini topishga urinayotgan bir paytda bizdan investitsiya oldi va hozirgi kundagi faol foydalanuvchilar soni 1,5 mingdan oshib barqaror 44 million so'mlik oylik daromadga erishdi. Hozir esa Telegram bot yoniga maxsus iOS hamda Android uchun ilovalar qo'shildi va loyiha yanada masshtablashishga tayyor. Inter AI HR platformasi sifatli xodimlarni topib, ishga olish jarayonini to'liq nazorat qiluvchi startap. Biz ularga 38 ming AQSh dollari sarmoya kiritdik. Bu loyiha investitsiya va optimizatsiyadan keyin barqaror o'sishni boshladi. Algoritmlar qayta ishlanib, yangi HRM funksiyalari joriy etilgandan keyin rekruting, baholash va xodimlar bilan ishlash jarayonlari to'liq avtomatlashtirildi va operatsion xarajatlar sezilarli darajada kamaytirildi. Platforma foydalanuvchilari umumiy hisobda 7 oy ichida 300 ming AQSh dollarini tejashga erishdi va loyihaning oylik tushumi 2 barobarga o'sdi. Shuningdek, davlat idoralari va yirik tashkilotlar bilan ham integratsiya qilindi. Loyiha yanada masshtablashishga tayyor. EduCoin tangalar orqali rag'batlantirishni raqamlashtirish platformasi. Yoshlar Ventures 20.700 AQSh dollari investitsiya kiritdi. Bu loyihani investitsiyadan oldin mobil ilovasi yo'q edi. Investitsiyadan keyin maxsus iOS va Android tizimlari uchun mobil ilova ishlab chiqildi. Boshidagi oylik tushum 3-4 million so'mni tashkil qilgan bo'lsa, hozir 7 million so'mni tashkil qiladi. Foydalanuvchilar soni 2,5 mingdan oshiq va loyiha qisqa vaqt ichida 11 nafar insonni ish bilan ta'minladi. Ijara Soft turli xil jihozlar, qurilish texnikasi yoki mahsulotlarni ijaraga berish imkonini beruvchi aqlli tizim. Ular bizdan 15 ming AQSh dollari sarmoya olishdi. Bu startap ham investitsiyadan keyin sezilarli darajada o'sish ko'rsatdi. Platformaning yangi versiyasi ishlab chiqildi va infratuzilma yangilandi. Umumiy foydalanuvchilar 2 barobarga, kunlik foydalanuvchilar esa naqd 42% ga oshdi. Undan tashqari mobil ilova ham yaratildi va u hozir MVP bosqichida. Bu hali hammasi emas. Biz startap ekotizimini yanada rivojlantirish maqsadida startap o'zi nima, u qanday quriladi degan savollar bilan yurgan yoshlar uchun maxsus qo'llanmani ishlab chiqdik. Uni nomi 0 dan milliongacha. Startap qanday quriladi va uni 10 ming adadda nashr etdik va shu kungacha 2000 ga yaqinini tarqatishga ham ulgurdik. Mutolaa ilovasida uni elektron versiyasi bo'lib, ayni damda 5000 nafar inson bu kitobni o'qib tugatgan. Shuningdek, onlayn ta'lim platformamizni ham ishga tushirdik. 300 nafardan ortiq inson u yerda Y Combinator'ning Startup School dasturini o'zbek tilida o'rganishyapti. Biz investitsiya kiritmoqchi bo'lgan va kashf qilinmagan startaplar hali juda ham ko'p. 2026-yilda nishonimizda aynan ular bo'ladi. Yoshlar Ventures, sen yarat, biz qanot beramiz.